Assalomu alaykum. Bizning kanalimizda ashaddiy muxlislari va biz tasodif ko'rib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Akalar, xudo xolosa bugun o'sha aytib o'tganimizdek Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida, xudo xolosa arzonchilar o'ptimchilar qishlog'ida yetib kelganmiz akalar. Xudo xolosa Qirg'iziston Beshkekda Arashan sovliqlardan yetib kelgan ekan. Husan ukamiz xonadonlariga yetib keldik. Akalar, videolarda oxirigacha ko'rib turinglar. Bularning narx-navosi bilan xudo xolosa qayerdan kelgan bo'g'oz qisirligiga akalar xudo xolosa aytib o'tamiz. Barcha ma'lumotini beramiz. Xudo xolosa sizlardan bitta iltimos, kanalimizga obuna bo'lib, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring. Xudo xolosa video sevib beramiz, biz boshladik. Husan aka, hormang. Salomatman Asror aka, siz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, obunachilar, o'rmanglar charchamayapsizlar. Aka, xudo xolosa bugun ham qo'ylar dahshatlari keldi. Zo'rlari keldi. Zo'rlari keldi. Videoni oxirigacha ko'rib bittadan like bosib tursin aka, xudo xolosa birma-bir ma'lumotini beramiz aka. Xo'p, videoni oxirigacha ko'rib tursa, ona bolasi ham kelgan. Ona bolasi ham kelgan, toza Arashandan kelgan aka. Xudo xolosa videoni oxirigacha ko'rib tursa, necha partiya qo'y bor? Bugun 3 partiya aka. 3 partiya qo'y bor, xudo xolosa. Videoni oxirigacha ko'rib turing akalar. Xudo xolosa bu videolarimiz boshladik. Husanboy, bularni qayerdan olib keldingiz? Qirg'iziston aka. Qirg'iziston akalar, xudo xolosa mana. Xudo xolosa zot olaman, o'zim ko'paytiraman degan akalarimizga xudo xolosa Qirg'izistonda Beshkekda yuragini sug'urtib keldim aka deyaptilar. Xudo xolosa videolarni oxirigacha ko'rib tursalaring. Xo'p akalar, qo'ylarimiz juda chorsak ekan, xudo xolosa bularni birma-bir ma'lumotini olishga harakat qilamiz. Lekin qo'ylar haqiqiy bir go'zal variantlardan yetib kelgan. Mana akalar, o'zlaringiz ko'rib bir tomosha qilib, maza qiladigan qo'ylar yetib kelgan. Xo'p. Sambo bu yerda soni nechta dona? Soni aka 10 dona bo'lsa kerak, 10 dona aka. Soni 10 dona. Yo'q, 9 ta aka. 8 dona ekan. O'zi ham bilmaydi qo'yini. Ha, 8 ta aka. 8 dona ekan, lekin qo'ylarni haqiqiy zo'rlaridan, dumboshlar tikkasidan, razrezlaridan, xudo xolosa naq bo'g'ozidan qidirgan aka-ukalarimizga mana akalar. Naq bo'g'ozidan. Xudo xolosa bularning yoshi qanaqa? 2 tish, 4 tish, 6 tish aka, aksariyat 4 tish aka. Birma-bir ma'lumotini berib ketingchi. Mana aka. 2 tish jonivor mana akalar. 2 tish. Toza oq yuz. Mana aka. 4 tish akalar mana. 2 tish, 4 tish variantlaridan ekan. Qo'yiladi, lekin haqiqiy lubitrlardan yetib kelibdi akalar. Husanboy, bularda har doimda parametrlarni bir qator o'lchab ketamizmi? Ha, bo'ldi. Qo'ylarni qaranglar akalar. Xudo xolosa haqiqiy zo'rlaridan. Bir-biridan go'zallarni yetib kelgan ekan akalar. Mana jonivorlarni qaranglar. Mana tug'ishga yaqinlari ham bor ekan ichida. Mana akalar. Qo'ylarni qaranglar, terilib olganini. Mana tug'ishga yaqin bo'g'oz naqlardan. Birinchi qorin, ikkinchi qoringa olaman degan, o'zim zot chiqaraman degan aka-ukalarimizga qo'ylarimiz mana yetib kelgan, soni 8 dona ekan. Xudo xolosa bularning yosh oyliklari 2 tish, 4 tish, aksariyat 4 tish ekan akalar. Xo'p, bir qator ma'lumotini berib o'tamiz Husanboy. Ha, shunday. Qani bir qator biroz ushlab chiqaringchi. Qani yo'qsa bir qator bularni bo'ybastlarini o'lchab akalar, xudo xolosa mana har doimgidek o'sha temir metrimiz. Mana yerdan balandligi akalar 85 turyapti. Yana birorta ham o'shanchi. Mana jonivor tozasidan. O'zim qo'y qilaman, zot yo'nalishda boqaman degan akalarimizga mana toza narsalardan. So'ng bularning bo'ylari 85 plus minus ekan, ha? 85 plus minus. 85 plus minusga olishaverasizlar, xudo xolosa. Mana jonivorlar. Qo'ylarga qaranglar, bir-biridan go'zal ekan. O'ta ham chiroylilardan. Husanboy? Asror aka. Xo'p, Qirg'iziston Beshkek soluqlari bular. Qirg'iziston Beshkek soluqlar aka. Akalar, tavsiya qilaman, olib tashlang mana shu soluqlarni. Xudo xolosa ertaga bittadan tug'ib bersa, o'zlaring bermaysizlar-da bularni, xudo xolosa ancha bo'lib ketadi. Bekor turgan pullaringni xudo xolosa tashab qo'ysalaring. Ertaga zo'r bola tushsa akalar oldiga xudo xolosa. O'zimiz ham boqyapmiz. Qirg'izistondan kelgan soluqlarni, to'g'risi ham akalar, bola tushyapti. Ularni ham sizlarga bir qator yana video qilib olib beramiz. Xo'p, bir kunda xudo xolosa uni ham joylaymiz. Akalar boqilyapti soluqlarni ham. Lekin qo'yiladi haqiqiy zo'rlaridan kashtan sifat mana. Toza arashanlardan yetib kelgan mana. Sutlar toza, sim-jo'n akalar mana. Jonivorlarni qaranglar. Mana bu jonivorni qaranglar akalar. Yurgizinglar qo'ydi.
Xo'p, Husanboy, bularni videomiz ko'p cho'zmaylik. Narxlari yengil bo'ladimi bugun? Dolasi Asror aka har safargida yengil bo'ladi aka. Har safargida yengil bo'ladi. Yengil qo'yib beramiz aka. Bugun yeni chekilish bo'pti, ina bolasi ham kelibdi. Shunday aka, dolasi bugun qo'ylar ko'paytirdik aka. Obunachilarga ishlaymiz. Obunachilar ishlayapmiz aka, xudo xolasa. Xo'p, Husanboy, endi buni narx-navosiga kelsak, xudo xolasa chiroyli qilib, ishqilib dollarda qo'ymaysizmi so'g'larni? So'mda qo'yamiz aka. So'mda qo'yamizmi? So'mda qo'yamiz. Bo'ldi. Bitta kelishtirib chiroyli narx aytingchi. Bo'ldi aka, 8,5 dan bersin mana. Voy, Bo'ldi, 8 84 dan bersin mana aka. 8 million pastda gapirasiz, Husanboy, ha? Siz 8 million 400 ming aka. 7,5 milliondan berishadi, sen Husanboy. Aka, mana 8 million. Hasanboy yo'q ekanda, biz tomon bo'lar, obunachilar tomon bo'lar. Yo, kelishtirib, dangal tushing. Bo'ldi, 83 dan olsin. Yo, dangal tushing. 8 deb pastda gapiring. Yo'q aka, mana 8 million 300 mingdan. 8 million 600 mingdan. Yo'q aka. 7 million 600 mingdan. Yo'q aka. 7 million 600 mingdan bir joyga. Bir joyga sotasizmi yo bitta ham sotaverasizmi? Bitta ham sotaveramiz aka. Aka mana. Bitta ham sotilaverar ekan, xudo xolasa. Aloqaga tushsang, ishlaring bitadi. Ana jonivorlar. Bir-biridan go'zallar lekin. Xo'p, Husanboy, kelishtiradi buni narxini. 8 million 200 mingdan aka, bo'ldi. Yo, 8 deb pastda gapiring, ha? Mana 8 million 200 mingdan aka. Bo'ldi, gapni eshitib turamiz ham, dangal kelamiz. 7 million 650 mingdan. Yo'q aka, 50 bo'lsa so'rab olaman. 7 million 700 dan bo'ldi, bir joyga babbar aka. Samarqand istasibkasini chiqib berasiz. Bo'ldi aka, bu 8 million 200 mingdan dedi Ha. 8 dan olsin. Yo, kelishtirib gapiring, ha? Mana 8 million so'mdan aka, kelishtirgan yo'qmi? Yo, 8 deb pastda gapirasiz. Bu bir joyga. Bo'ldi, qara, 7 million 900 mingdan berishsin. Sizniki emas, bizniki emas. 7 million 8 dan bir joyga sotasiz. Samarqandga dastlabkasi bilan besplatni yetkazib boradi. Xudo xolasa og'odan maza qilib baqsin. Bo'ldi aka, maza qilib baqsin. 7 million 800 dan babbar aka bir joyga. Yo, 7 million 900 mingdan aka vada. Yo'q, videoyim so'zilib ketyapti Husanboy. Babbar aka akalar mana aloqaga chiqarasizlar. Lekin qo'ylarimiz haqiqiy arzon bo'ldi. Boshqa kanallarda chiqib turgan so'g'lardan ancha, lekin dadili ham, boshqa ham, sifatiga ham, boshqa tomoniga ham yutadi akalar. Xudo xolasa mana toza narsalar. Mashq so'g'larimiz ham bir yuzlarni ham ko'rsating Husanboy. Ashina. Yo'qmi? Yo'q, bu yoqdan. Mana shu so'liqda. Yuzlariga ham akalar, quloq joylashlariga ham bir ahamiyat berasiz mana akalar. Tozasiga ish qog'ozlari bormidi? Mana, olib tashlang, maza qilib boqing akalar, xudo xolasa. Bo'l, qo'yavering. Xo'p, ikkinchi partiyalarimizni o'taramizmi? Ikkinchi partiyalarni o'tamiz aka. Bo'ldi, videoni oxirigacha ko'rib turinglar akalar. Xo'p, akalar, ikkinchi partiyamizga mana ona bolani haqiqiy ish qog'ozlariga, xudo xolasa, qo'zisini qaranglar akalar, quloq oshlarini, jonivorda o'ta ham bir kelgan qo'zi ekan, mana akalar, xudo xolasa. Hisobi bolasi urg'ochimi, erkakmi? Urg'ochi aka. Bolasi ham o'zini ko'payishini akalar, xudo xolasa akalar, mana qo'zini qaranglar. Dikkillab olyapti. Xudo xolasa. Mana aka. Mana jonivorni qaranglar akalar. Qo'zi bir tema, onasi bir tema. Nimaga kelsalar akalar, onasini, uni qornini chiqqaniga qaranglar akalar. O'ta ham bir xo'ra, вообще zo'r bolani, zo'r baqadagan. Mana akalar, xudo xolasa sog'liqda gigantdan yetib kelgan mana ona bolani. Qo'ziga bir ahamiyat berasizlar akalar, xudo xolasa. Xo'p, yo'llarimiz ko'p cho'zmaymiz. Husanboy, buni hop, yosh oyligi qanaqa onasiniki? 6 tash aka. 3-qorin-a? Oldidagi bolasi 3-qorin akalar mana. Oldidagi bolasi 3-bolasi, xudo xolasa mana qo'ydi bu tomondan ham bir qator olib beraman. Mana akalar, xudo xolasa qo'ydi haqiqiy ish qog'ozlariga, xudo xolasa tavsiya qilamiz ona bolani suyuvchilarga. Bolasi onasini juda yaxshi ko'rgan-a? Mana akalar, xudo xolasa dumbarazlari ham bolasiniki cho'tki mana. Jonivorni qaranglar. Mana. Onasiga bir qator ahamiyat berasizlar akalar. Xudo xolasa qo'yimiz juda charchoq, kelishi bilan ovqatga yopishdi akalar. Xudo xolasa qorinlarini chiqazib qo'ydik. Yemoq-ichmoqlariga buni garantiyasi bormi, Husanboy? Garantiyasi bor aka. Garantiyasi bor yemoq-ichmoqga. Nima so'rab olgan yaxshi akalar. Xudo xolasa mana jonivorni qaranglar. Ustini ham bir qator qaranglar akalar mana. Jonivorni. Onasi yana qochib qolgan ekan-a? Onasi yana qochib qolgan. Qo'zini qulog'iga bir qator ahamiyat berasizlar akalar, xudo xolasa mana. 40 kunlik qo'zi, onasi yana qochib qo'ygan ekan akalar, xudo xolasa. Olib qo'ygan bo'lsa, baxtlaring, xudo xolasa. Yana zo'r bola tushirib beradim shunday. Qo'zini qaranglar, quloq oshlarini, quloq tashlashlarini qaranglar. Zo'ridan olaman deganlar, aloqaga chiqarasizlar Husanboy ukamizga. Xudo xolasa Husanboy, bular narxi qanaqa bo'ladi? Yengil qilib berasizmi? Yengil.
Narxini yengil qilib berasizmi Husanboy? Menga qilib beramiz aka. Xudo xolasa yengil qilib bersangiz, obunachimiz ishqiboz bo'lib olishsa, baqishsa, maza qilishsa, xudo xolasa biz ham xursand bo'lamiz. Biz tufayli bitta qo'ylik bo'lib qolsa, xudo xolasa. Xo'p, Husanboy buni narxiga kelsak. Narxini aka. Kel. Yopishtiraylik buni. Tortishmaydan 11,5 millionga yetkazib beraman aka. 11,5 millionga yaxshi Husanboy, chiroyli narx qo'ydingiz. Nimaiki, men ham ko'rib yuribman. Xo'p, biz ham bitta so'raymiz, ma'qul kelsa berasiz. Samarqandgacha dastavkasi ichida 11 million so'mga dastavkasi ichida chiqarib berasiz. Yo'q aka, 500 ming o'tib beraman aka. 500 ming o'tib berasiz. 200 ming o'tib beraman aka. Yo, 200 ming emas, 11 million so'mga Samarqand dastavkasi besplatni yetkazib berasiz. Bambar aka, akalar mana xudo xolasa, ona bolani suyuvchilarga, ona bolani ishqibozlariga, Samarqand hoji bo'lamiz, juda ishqiboz bo'lamiz bunaqa qo'zlarga. Akalar, qo'zini qaranglar, jonivorda bir qator ahamiyat beringlar. Mana. Ey jonivor mana. Onasini emib turibdi mana. Dumbaraz rizlar, cho'tki oyoq kenglari, qo'ziniki ham zo'r. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. So'ng bundan keyinga bir dona gigant arashan sovg'amiz bor, xudo xolasa. Akalar videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Mana onasining ham oyoq kenglariga bir qator e'tibor berasizlar. Idishlariga ham, mana idishlari ham to'la yotibdi. Qo'zimiz yemayapti mana. Jonivorga bir ahamiyat beringlar mana. Hop, xudo xolasa yoqqan bo'lsa akalar, xudo xolasa qolgan ma'lumotlarni Husanboy ukamiz o'zlari yetkazib beradilar, bo'y-bastlarini o'lchab video davomida. Xudo xolasa telefon qilsa o'lchab beraverasiz. Video qilib tashlayver. Xo'p. Qo'ydi kallasiga bir qator ahamiyat berasizlar. Husanboyda yelkasida kelib turibdi. Jonivorni qaranglar. Bir bo'lakcha narsa ekan. Haqiqat toza elitni variantda. Toza simjun mana akalar. Shiqillab ham turgan. Qo'ydi oyoq kastaklariga, stakan tuyoqligiga bir qator ahamiyat berasizlar. Jonivorni qaranglar. Tugamasangana Husanboy qo'ya. Ha, shunday aka. Juda yirik narsa ekan. Jonivor, oq yuz mana, toza narsadan, xudo xolasa quloqlari ham zo'r. Akalar kimga ma'qul kelgan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, oldi tomondan tushlariga ham bir ahamiyat berasizlar. Xudo xolasa toza seleksiyada akalarimizga ham tushadi qo'yimiz. Bolani olib maza qilib ko'paytiringlar akalar. Xudo xolasa mana. Arqa razrezlarni ham bir qator ko'rsatib qo'ying, Husanboy. Mana jonivor, razrezlariga ham bir qator ahamiyat berasizlar. Mana jonivor. Orqa oyoq kenglariga. Xudo xolasa qo'yimiz o'ta ham bir gigant variantida. Akalarimiz istayib turgan bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, narxi ham xudo xolasa yengil bo'ladi. Husanboy buni yosh oyligi qanaqa? Yosh oilaga aka 6 ish. 6 ish. Xudo xolasa 6 ish. Xo'p, qo'yimizning quloqlari ham kelgan. Mana. Zicha bosh qo'ying-da. Mana jonivorni qarang. Jonivor haqiqiy bir gigant narsa ekan, juda chorsa ekan qo'yimiz. Akalar shuning uchun ushlab olingan. Juda chorsa ekan. Bularni ham bir parametrlarni o'lchab ketamiz, Husanboy. Ha, o'lchab. Xo'p, akalar qo'yimizga bir qator ahamiyatini berasizlar. Xudo xolasa, akalar mana. Parametrlarni o'lchab beramiz. Mana. Yerdan qo'yimiz umuman turgani yo'q, ko'rib turibsizlar o'zlaring. Mana yerdan tuyog'ini tagidan. Xudo xolasa qo'yimiz necha chiqsa shunga olasizlar akalar. Lekin juda ham bir gigant narsa. Mana akalar 90 qayerda qolib ketyapti, u yog'ini o'zlaring bir qator ko'rib olasizlar. Mana metr akalar yerdan. Endi uzunligini ham bir qator ko'rib qo'yaylik-da, Husanboy. Uzunligi ham akalar salkam 1 metr akalar. Mana qo'yimiz katta akalar, xudo xolasa o'ta go'zal narsalar. Xo'p, Husanboy, buni narxiga kelsak, xudo xolasa narxini ham yengil qilib berasiz, a? Ha, xudo xolasa aka yengil. Xudo xolasa narxini ham yengil qilib berasiz. Husanboy, buni bo'ladigan, taqaladigan narxini ham buni ham aytib o'tib ketaverasiz. Xudo xolasa. Jonivor, lekin haqiqiy bir gigant narsa ekan. To'shlariga ham bir qator ahamiyat bering akalar, mana. Xo'p, taqalgani Husanboy, bo'ladigan necha pul buni? Buni ham aka 11,5 million so'mga dastlabkasini yetkazib beramiz. Yo'q, 11,5 million dema, Husanboy o'tib berang buni ham. Lekin qo'yamiz to'g'ri arziydi-yu, lekin 11,5 million dema, o'tib berang. O'zingiz bilan o'tib berang. 100 ming o'tib beraman aka. 100 ming emas, qarorchi 10,5 million pul berishadi. Yo'q aka. 10 million 600 ming. Yo'q, mana 11 million 400 ming so'mga aka yetkazib beraman. Yo'q, videomiz ko'p cho'zilib ketyapti, Husanboy gapni eshitdim. Uzilib kesil 11 million so'mga Samarqandgacha buni ham dastavkasini yetkazib berasiz. Yo'q aka. Bo'ldi, babbar aka. 400 ming bitta. Yo, endi bundan qo'y sizga bir marta kelib ketgani yo'q, to'g'risi gapda. Har doim kelyapti, zo'rdan zo'ri kelyapti. Kelishtirib bering, har doim olishadi. Bo'ldi, mana 200 ming o'tib beraman. Yo'q, 11 million tekisga buni ham babbar aka dastavkasiga yetkazib berasiz, xudo xolasa akalar. Dastavkasi besplatni, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar akalar. Qo'yamiz bo'y 95 plus 95 ga olasizlar. O quloqlari 18 plus. Qo'yimiz yosh oyligi 60, xudo xolasa 3-chi qoringa bo'g'oz. Xo'p,
Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, videolarimiz yoqqan bo'lsa, akalar, xudo xolasa aloqaga chiqib qolasizlar. Xo'p, videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, akalar, oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammamiz so'ramizga Alloh baraka bersin. Shunaqa qo'ylardan yuzlab boqish nasib qilsa, akalar.